Keyingi savol, qurbonlik go'shti nima qilinadi, kimlarga beriladi? Bu ham juda ham keng tafsilotga ega bo'lgan savollardan biri. Ya'ni ko'pchilik mana shu savolni ko'p so'raydi o'zi. Qurbonlik deganda go'shtni tushunadi. Bu noto'g'ri narsa. To'g'ri, qurbonlik go'shti deb qaraladi, lekin qurbonlik o'zi nima? Qurbonlik ibodat deganda nima tushuniladi? Qurbonlik ibodat deganda bir jonliqni so'yish tushuniladi. Bo'ynidan so'yganingizda tomgan qon o'sha qurbonlik Alloh uchun. Qon maqsad. Go'shidan ham tarqatishda savob bor, lekin asosiy maqsad so'yish bo'ldi. So'yganingizdan keyin uni go'shtini taqsimot qilish alohida mavzu. Xohlasa deydi ulamolar, hamma go'shtni o'zi olib qolib o'zi yesa ham bo'laveradi. Uni tarqatishning qizig'i yo'q. So'ydi bo'ldi, Alloh uchun so'yildi. Shu. Mana biz ham aytamiz-ku, jonliq so'yib yuboraylik deymiz. Haligi jinkashlar hozir aytayapti, folbinlar aytadi, bitta qora tovuq so'yib yuborgin, mozorga atab deydi. Mozorga atab deydi, ya'ni. Shirk ish shu. Alloh uchun so'yiladi jonliqlarning hammasi. O'sha narsani biz shirklarni hammasidan qutulib Alloh uchun, san uchun deb bitta bismillah Allohu akbar deb so'yganimizda o'zi qurbonlik. Endi taqsimot masalasi alohida mavzu bo'lib, buni eng afzali bor. Eng afzal ko'rinishi shuki, bir qismini o'zi olib qolsin, 3 ga bo'lsin, bir qismini o'zi olib qolsin, bir qismini agar imkoni bo'lsa, miskinlarni, faqirlarni yoki mahalla ko'ylarni chaqirib yedirsin, taom qilib. Yana bir qismini muhtojlarga tarqatib yuborsin. Mana shu eng afzali. Yana ba'zilar aytadi, bir qismini o'ziga olib qolsan, bir qismini qo'ni-qo'shni qarindoshlarga bersan, bir qismini yetimlarga, muhtojlarga bersan. Bu ham bo'laveradi. Lekin ulamolar alohida aytib qo'yadiki, bir odam so'ydi qurbonlikni, o'zini qaramog'ida juda ko'p odam bor. Deylik 5 ta farzandi bor. Ukasi ham bemor bo'lib, ukasining oilasiga ham o'zi qaraydi. Yana singlisi ajrashib kelib qolgan, uni 2 ta bolasi bor, jiyani bor, uni uyda turadi, unga qaraydi. Qarang, qaramog'ida 10-15 ta odam bo'lib qoldi. Nima qiladi? Shu odam tarqatishi yaxshi emas deydi. Aksincha o'sha qo'l ostidagilarga bersin. Ularni manfaatlantirsin, ham silai rahim bo'ladi. Ham qurbonlikning go'shti o'rniga muhtojga yetib borgan bo'ladi. Mana shu ham alohida, demak, kitoblarimizda aytilgan mavzu.